Assalomu alaykum do'stlar. Bugun elimizning suyukli san'atkori Xorazm etnik san'ati, pop san'ati, folklor yo'nalishi, dunyoda yagona bo'lgan xalfachilik janri mutlaq yulduzi Xurshidaxonim Eshniyozova barcha muxlislarini Toshkent shahrida joylashgan Xalqlar do'stligi san'at saroyiga chorladi. Bugun siz azizlarga konsert dasturidan tayyorlangan maxsus reportajni havola etish maqsadida Xalqlar do'stligiga yetib keldik. Maza qilib, hordiq olib ketar ekansiz-da bugun. Kimlar bilan keldingiz? Mana nevaralarim, kelinlarim. Qayerdan keldingiz? Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani. Opani qaysi qo'shiqlar yoqadi? Taho qo'shig'i yoqadi. Mashina vadim taho yurgala dedi oho. Mashina vadim taho yurgala dedi oho. Ayttirib qo'shiq sozini, baland qo'yib ovozini. Ayttirib qo'shiq sozini, baland qo'yib ovozini. Ulu yo'la chiqarib, burdim boshini rulini. Ko'chasini qaratib, burdim mashina rulini. Mashina vadim taho yurgala dedi oho. Mashina vadim taho yurgala dedi oho. Ustozlar termosini ayniqsa juda sevib. Mazza qilib yayraysiz-da o'ynab. Yayrab o'ynayman. Qaysi qo'shiqlarni ozgina hirgoya qilib bera olasiz? Yo, hirgoya qilib bera. Ularga endi yeta olmaymiz-ku. Xorazmliklar endi hirgoya qilib bermasa bo'lmaydi-da, uyat bo'ladi. Qo'shiq kallaga mindirdi lekin to'g'risi. Baxt saodat tilayman, sog'lik tilayman, salomat bo'lsin. Ko'p yillar ashula aytsin. Biz mazza qilib tomosha qilaylik. El suygan san'atkor, o'z yo'liga ega Xorazm bulbuli bugun maylida bugungi zamon tili bilan aytganda Xorazm primadonnasi Xurshidaxon Eshniyozovani taklif etamiz do'stlar. Marhamat. Ham zo'r qo'shiqlarni tayyorlab kelganman. Mazza qilib o'ynaymiz, eshitamiz, tinglaymiz. Xurshidaxonni bugun yangi qo'shiqlarni eshitamiz deb kelganlaringiz uchun, kichkinagina san'atimni hurmat qilib kelganlaringiz uchun sizlardan minnatdorman. Tashakkurlarim, hasanotlar bo'lsin qadamlaringizga. Muqaddas erkak, sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ay, havoyi erkaklar bormi? Chalinglar. Nolani ko'rdinglarmi? İçki nola bo'lsin. Muqaddas ayol. Qo'rqansizlar. Buraya kelib qoldi mikrofon. Ayol. Ot xalfa bir oyisha, barmoqlari qo'sha qo'sha. Ot xalfa bir
O'ldiraman, o'ylanaman, to'lanaman, hamyonaman. Sening moviy ko'zlaringni marhumon sog'inaman, marhumon sog'inaman. O'tiraman, o'ylanaman, To'lanaman, hamyonaman. Sening moviy ko'zlaringni xumor sog'inaman, xumor sog'inaman. O'tiraman, o'ylanaman, hamyonaman. Sening moviy ko'zlaringni xumor sog'inaman, xumor sog'inaman. Xorazmni zabardast yigitlarida bular. Женский голос aytyapti. Qarsaklab o'yinimi? O'tiraman, o'ylanaman, To'lanaman, hamyonaman. Sening moviy ko'zlaringni xumor sog'inaman, xumor sog'inaman. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Muborak bo'lsin birinchi kunlar konsert birinchi kunlari. Yoshliklarida qarshilik qilganmisiz san'atkor bo'lishlariga? Yo'q, qarshilik bo'lmadi. O'zim olib borganman muzika maktablariga. O'zim olib borganman. Bugun faxrlanyapsizmi? Ha, Xudoga shukr. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p konsertlarda bosh bo'lib turing, ilohim. Rahmat. Qizimni umri uzoq bo'lsin. Farzandlarni rohatini ko'rsin. Hamma vaqt mehnat qiladi, mehnatlarini rohatini ko'rib, xalq xizmatida bo'lib yurishini istayman hamma vaqt. Xalqni yaxshi kunlarida, to'y tomoshalarida hamma vaqt xizmatda bo'lsin. Sog' bo'ling. Shu tilakda. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum Mahfuza opa, yaxshimisiz, tuzumsiz? Rahmat. Konsert yondi. Yo'q. To'g'risi, chin ma'noda yondi. Rahmat. Siz ham yanada yondirdingiz. Qo'ldan Hamma kelguncha. mazza qilib kuldi, charchoqlar chiqdi. Rahmat, katta. Yoqqandan xursandmiz. Shu xalqimiz qo'llab-quvvatlab bizga nima deydi, iliq munosabatlar bildirgani uchun biz yanada nima deydi, ijod qilishga, hayotga bo'lgan, yashashga bo'lgan qiziqishimiz ortadi. Shu muxlislari boriga shukr. Muxlislari e'tiboridan, xalqning e'tiboridan qolmaylik. Sog' bo'ling. O'zingiz kutganingizdek bo'ldimi? Ha, bo'ldi, Xudoga shukr. Bugun eng nima deydi, Allohdan so'raymanki, sahnada o'zim yoqmay qolishdan yomon narsa yo'q. Bugun yoqdim. Yaxshi. Chin sahnani o'zingizniki qilib oldingiz-da. Sog' bo'ling. Endi bu oddiylikda. Kamtar shunaqa deyiladi-da, oddiy bo'lsangiz xalq yaxshi qabul qiladi. Shu xalqimiz boriga shukr. Bizni duo qilib turgan, qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizga ming rahmat. To'ylar topganlar yaxshi kunlarga bersin. Yosh xalqimizga xizmat qilishdan Rahmat. charchamang. Sog' bo'ling, salomat Sizlarning bo'ling. ishinglarga ham rivoj. Yaxshi kunlarda YouTube ko'rishaylik. kanalinglar borib butun Yevropalarga chiqib ketadigan kanal Rahmat, bo'lsin. sog' bo'ling. Mehnat qilinglar, zo'r bo'lasizlar. Rahmat. Konsertni birinchi kunlari muborak bo'lsin. Rahmat. Siz uchun ham bayramda bu. Albatta, Shogirdlar. shogirdlarimizni shunaqa yutug'ini ko'rib biz rohatlanamiz, faxrlanamiz. Xurshidaxon bilan biz O'zbekistonimiz faxrlanadi. Chunki bunaqa noyob ovoz, bunaqa iste'dod bittagina Xurshidaxon. Sog' bo'ling. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Kutilgandek bo'ldimi bu? Albatta, kutilgandan ham a'lo darajada bo'ldi. Menimcha xalqimiz ham juda ham bir xursand bo'lib ketdi.
ertangi kunga o'zgarishlar bo'ladimi? Bundan-da zo'r bo'ladi, xudo xohlasa, Xudo inshaalloh. xohlasa. Chunki bugun repetitsiyaday bo'ldi, lekin bomba bo'ldi, erta bundan ham zo'r bo'ladi, inshaalloh, xudo xohlasa. Inshaalloh. Bugun odamlar yayradi-da, xuddi to'y bo'ldi-da. Har bittasini qarang, yuzida, chehrasida tabassumni ko'rib, biz rohatlandik. Ishonasizmi, biz yanada baxtiyormiz. Shunaqa insonlarni yuzida chehra ko'rib, mana hamma hozir mana baribir nima deydi, qarang, yomg'ir ham ta'sir qilmayapti. Zalni qarang, joyi yo'q, joyi o'zi yo'q. Ertaga mana hozirgacha mana telefonlarimda telefon qilib turishibdi, bilet bormi deb. Men singlimga aytdim Xurjidaxonga, ana qiling bir 4-5 kun qiling konsertlar, chunki muxlislaring shu daraja ko'p, o'shancha qilish kerak. Yana nima deydi? Cho'zish kerak konsertlarni deb hozir aytib turdim.